Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydining navbatdagi sonidan salom. Bugun biz sizlar bilan oddiy sayohatga emas, aksincha tarix, madaniyat va milliy merosimiz bilan yuzma-yuz ko'rish uchun yo'lga otlandik. Manzilimiz Toshkent shahri. Oldinda esa Islom sivilizatsiya markazi, G'alaba bog'i va Adiblar xiyoboni bizni kutmoqda. Xo'sh, talabalarimiz bu sayohatdan qanday taassurotlar bilan qaytishadi? Buni birgalikda ko'ramiz. Odamlar nima deydi? Yo'q. Bir ikkita savolimiz bor xolos. Tortiyapti, mana shu joyga qo'yamiz. Qalay kayfiyatmi? Nima deysiz? Qanchani qilsang. Qorningiz ochib ketdi faqat. Qayerga ketyapsiz endi? 5 xizmatlangan. Hamidullo aka qalay endi? Ha, nondan sindiring aka. Hayot go'zalligini ko'rib. Nomi nima deydi deydi? Akop. Hozir do'stlar, Akopga kelganmiz. Bu joyda Вообще bilmadim. Olmaymi? qo'yib yuboramiz buni ham. Assalomu alaykum. Qisqacha savolimiz bor edi, oddiy holat. Xudo xolasa mana safarga chiqdik. Toshkent safariga avvalambor universitetimiz rahbariga rahmat aytaman. Mana shuncha talabalarimizni, faol talabalarimizni hamda shuncha jamoani hammasini yig'ib Toshkentga islom sivilizatsiyasiga borib sayohatga ketyapmiz. Xudo xolasa yaxshi sayohat qilib qaytamizga umiddaman. Endi yangi ochilgan islom sivilizatsiyasini ko'zimiz bilan ko'ramiz. Juda bir maqtashdi. Qani ko'zimiz bilan ko'raylikchi qanaqa ekan. Bo'ldi, rahmat. Shunday holatda safarda ketyapmiz, poyezdamiz. Ayni damda qolganlarning fikrini bir ko'ramiz. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Mana biz hozir Namangan davlat universiteti talabalari Toshkent safariga yo'l oldik. Biz o'ylaymizki, har bir talaba bu safardan yaxshi taassurotlar kutyapti. Borib ko'ramiz. Biz bilan qoling. Yaxshi bo'ladi deb o'ylayman safarimiz. Ajoyib taassurotlar bo'lishini kutib qolaman. Sayohatimiz ajoyib bo'ladi deb o'ylayman, chunki hamma ancha kutdi bu sayohatni. Sayohatdan juda ham ko'p narsa kutyapman. Birinchisi Islom sivilizatsiya markaziga anchadan beri borishni orzu qilib yurardim. Yozda ta'tilda zerikallarimizni chiqarib, maza qilib kelamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, odamlar nima deydi? Bizni loyihamizga moslab yozib qo'yishibdi. Ko'zimiz tushib qoldi. Bu yoqda talabalar. Biz gastinisaga kelib joylashdik va talabalarimizning gastinisa haqidagi fikrlarini bilamiz. Namgina, toza, yaxshi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Bugungi kun qalay o'tyapti? Zo'r bo'lyapti, Xudoga shukr. Endi ko'ramiz. Kechgacha nima bo'ladi, qanaqa taassurotlar. Tinchlik, kelib oldik. Zerikishlar yo'qmi? Yo'q, hozircha yo'q. Yaxshimi hammasi, kayfiyatlar, Zo'r. boshqa nimalar? Zo'r. Siz nimani reja qilasiz?
Shu dam olishi. Zo'r, sharoitlar yaxshi. Nimalar reja qilyapsiz? Hozircha obed qilib, ozgina dam olish. Hammada bir xil reja. Keyingi xonamiz domlalarning xonasi. Bir kirib ulardan ham fikrlarni bilamiz. Qani ketdik. Kayfiyatlar a'lo darajada. Mana hozirgina 15 minut oldin kelib joylashdik. Mehmonxonamiz chiroyli. Yoqdimi? Ha, hamma xush kayfiyatda, xudo xolasa. Qani endi bugun bir yotib ko'raylik, kiyimdan keyin aytamiz. Yo'lda qiyinchilik bo'lmadi? Yo, juda yaxshi keldik. Poyezdda maza qilib O'zbekiston temir yo'liga ham rahmat, juda chiroyli keldik. Kayfiyatlar a'lo darajada. Hop, men fursatdan foydalanib bir narsani ta'kidlamoqchimanki, mana shuncha masofadan, shuncha talabani, shuncha professor o'qituvchini bir O'zbekistonni tarixiy, madaniy nimalariga, obidalariga sayohatlarni tashkillashtirishda imkoniyat yaratib bergan avvalo rektorimizga juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman. Xona yoqdi. Chiroyli. Hamma sharoitlar yaxshi ekan, zo'r ekan. Keyingi rejalar qanday? Ovqatlanishga borib, keyin aylanishga boramiz. Ikkinchi kun hozirda aynan G'alaba bog'idamiz. Odamlar nima deyotganini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz va talabalarimizning kayfiyatlari, bu sayohatda bo'lib turgan emotsiyalar hammasini birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik. Yaxshi, shu yurtimizdagi ziyoratgoh va qadamjolarni aylanib, talabalar bilan G'alaba bog'idamiz. Urush davridagi kechinmalarni his qilishimiz uchun talabalar bilan birgalikda aylanib yuribmiz. Fikringiz qanaqa bu joy haqida? Yaxshi, kelish kerak, talabalar bilan birga aylanib ko'rib ketish kerak. Juda hissiyotlarimiz ajoyib. Bugun mana G'alaba bog'iga keldik. Jonli ko'rayotgandan bo'lyapman. Avvalo tinchlik bo'lsin, yurtimizda bunaqa urushlarni ko'rmaylik, lekin ota-bobolarimiz aytib kelishgan o'sha maydonlarni o'zim bir his qilganda bo'lyapman. Kelganimdan afsusda emasman, juda ham maroq. Zo'rman, tarixlarni ko'ryapmiz. Qanaqa hissiyotlar bo'lyapti? Hissiyotlar yaxshi. Tarixni ko'rib, nima bo'lganini ko'rib tanishyapmiz. Xursandmisizlar? Ha, xursandmiz, zo'r, vashshe bo'lyapti. Ekskursiya chotki. G'alaba bog'idagi muzeyga ichki tarafiga kirdik. Hozirda muzey ichki qismidamiz. Bunday holatlarda rasmlarga tushyapti talabalarimiz. Albatta kayfiyatlar qalay, yaxshimi? Zo'r. Ko'rib turganinglardek boshqa talabalarimiz. Shu Ikkinchi jahon urushida xuddi olib kirib qo'yganday bo'lar ekan insonni. Ajoyib taassurotlar bo'lyapti. O'zimizga foydali, manfaatli ilmlar hosil qilyapmiz. Ko'rib turganinglardek xuddi jang holatini beradigan narsalar o'rnatib qo'yishibdi. Bu yoqda hamma narsa bor. Urushda qatnashgan insonlarning rasmlarigacha, kiyilgan mana bu yoqda kiyimlari, ishlatilgan narsalari, hamma narsalar shu muzeyda joylashgan ekan. Endi talabalarimiz xursandchiligidan hammalari har yoqqa tarqab ketishgan. Ko'p intervyu olishi imkoni bo'lmayapti. Odamlar nima deyotganini ko'rib turibmiz va davom etamiz.
Mana ko'rishinglar mumkin, ichkari holatda turibmiz. Endi talabalarimizdan ham ozgina fikrlarini olsak, Judayam ajoyib joy, o'ta chiroyli. Hammaga kelishni tavsiya qilamiz. Yurtimizda qanday kelib chiqqani, barcha narsalar dunyo paydo bo'lgandan boshqa ibtidoiy odamlardan boshlangan ekan. Hozir biz o'sha davrni ko'ryapmiz. Judayam chiroyli joy. Qulog'imizda hozir bizga bu yerdagi hamma muzeydagi narsalarni tanishtirib beryapti. O'sha muzeyda shovqin ko'payib ketmasligi uchun menimcha shunaqa qilib qo'yishgan bo'lyapti. Fikrimiz juda ham zo'r. Taassurotimiz o'ylaganimizdan ham ko'ra ham zo'r ekan. Rahmat universitetimizga eng yoqqani sof tillardan bo'lgan zargarlik buyumlari bo'ldi. Chiroyli ekan. biz esa qolganlari fikrini bilishda davom etamiz. O'ta a'lo. Juda mazza qilyapti. Ichingizda nimalar o'tyapti? Birinchi marta kelishimiz, lekin birinchi martaga wow, dahshat. Judayam emotsiyaga boy sayohat bo'lyapti. Haqiqiy judayam uzoq madaniy meroslarimizni yaxshi formatda yoritishibdi. Bunga judayam katta mehnat ketgan. Hozir yurib ketyapti turgandaqa holatda turibmiz-da. 7D formatga. Hech kim tasvirlab bera olmayapti bu joydagi holatni. Hech kim tasvirlab bera olmayapti. Hozirda birinchi Renessans format shakllangan xonaga o'tdik. Bu yoqda ham endi ko'rib turibsiz, juda holatda e'tiborni tortyapti. Biz taassurotlarimiz juda ham ajoyib, buni so'zlar bilan ta'riflab bo'lmaydi. Renessans bosqichlarini birma-bir tushuntirishyapti, biz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Xullas, emotsiyalarni ta'riflashga til ojiz, atmosfera juda ham ajoyib tarzda tashkil etilgan. Kelishni tavsiya beramiz. Eng yoqqani oxiridagi videorolik 7D ha, ana shu holatdagi juda ham ajoyib. Ko'pchilikka shu xona yoqyapti. Yaxshi, juda ham zo'r. Menga hozircha eng yoqqani bu birinchi sivilizatsiya joyi bo'ldi. Ayniqsa kapsulalar. Mana shu davrga tushib qolganingizda qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lardingiz deb o'ylaysiz? Amir Temur davridami? Aynan shu davrda bo'lgan. Matematika o'qituvchisi bo'lsam kerak. Mana shu davrga tushib qolgan bo'lganimda albatta tarixchi yoki bo'lmasam quruvchi bo'lgan bo'lardim. Bu davrda eng chiroyli me'morchilik ishlari amalga oshirilgan. Hozirgi kunda dunyo tarixida ham Amir Temur davridagi imoratlar juda yuksak baholanadi. Shunda ham o'zimning kasbimga sodiq qolib, yoshlarga ta'lim bergan bo'lardim. Mana o'sha ajdodlarimiz orqasidan izidan izlash bo'lardim. Mana shu yoshlarimiz vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga o'zimni hissam qo'shgan bo'lardim. Menimcha astronomiya bilan shug'ullangan bo'lardim deb o'ylayman. Bilmayman. Sizchi? Yozuvchi bo'lsam kerak. Hozir mana ko'rishinglar mumkin, aylanishda davom etyapmiz. Islom sivilizatsiya markazi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bu joy juda katta joy bo'lganning hisobiga aylanib chiqish uchun 2,5 soat vaqt ketar ekan. Endi bu narsani, bu holatni hamma joyini qo'yib bera olmaymiz. Eng qisqacha va zo'r eng yaxshi kadrlarni sizlarga ko'rsataman.